Sut xiltlarni mo'tadillashtiradi, badanni baquvvat qiladi, semirtiradi. Sutni asal bilan ichilsa, ichki yaralarni quyuq xiltlardan tozalaydi, yetiltiradi va yuvadi. Sutni ayniqsa ona suti miyani oziqlantiradi va ko'paytiradi. Sutning qaymusi yaxshi, u tez hazm bo'ladi. Sut sovuqlikka moyil bo'lsa ham balg'am mijozlarga zarar yetkazmaydi. Sut issiq mijozli yoshlardan ko'ra yoshi ulg'aygan kishilarga ko'proq yoqadi. Chunki yoshlarda safroga aylanib ketadi. Keksalarda ularning tabiatiga ho'llik paydo qiladi va ularda bo'ladigan qichimani yo'qotib foyda qiladi. Ammo hazm qilishlari oson bo'lishi uchun asal qo'shib ichish lozim. Sut sog'iladigan hayvonning navi, rangi, yoshi, tuzilishi, semiz ozg'inligi, go'shtining qattiq yumshoqligiga bog'liq bo'ladi. Sut o'z javhari bilan tez o'zgaradi, ayniqsa issiqdan. Sutni ichilgach tinch holda turish kerak, aks holda me'dada achiydi va buziladi. Sut me'dadan pastga tushmagunicha uxlamaslik, uning ustiga boshqa ovqat yemaslik kerak. Sut ko'pincha o'z ishini ichni surish va ichaklardagi chiqindilarni chiqarib tashlashdan boshlaydi. So'ngra oziqlantiradi va badanga tarqalib, ichi yana to'xtaydi. Bahorgi sut yozdagidan suvliroq bo'ladi. Suv bo'ylari va botqoqliklar yonida boqilgan mol suti ham xuddi shunday. Eng yaxshi sut yozning o'rtasida sog'ib ichilgani. Ammo ichgach buzilish xavfi bor. Bahorda bu xavf bo'lmaydi.